Assalomu alaykum. Displaziya nima va sabablari? Displaziya son suyagi va chanoq bo'g'imi bir-biriga to'g'ri joylashmagan bo'lsa yoki yetarlicha chuqur bo'lmagan bo'lsa, bu displaziya тазобедренный sustav deyiladi. Displaziya sabablari nasldan bo'lishi mumkin. Homiladorlik paytida bola noto'g'ri joylashgandan ham bo'lishi mumkin. Ona vaqtida yetarlicha kalsiy, vitaminlar olmaganidan ham bo'lishi mumkin. Agar bu kasallik displaziya 1-2 oyligida vaqtida aniqlansa, masaj yoki shunga o'xshash oddiy lichenalar bilan ham davolasa bo'ladi. Chaqaloqlarimizda displaziya asosan qizlarda ko'p uchraydigan diagnoz hisoblanadi. Masalan, bolamizni mana shu holatga yotqizib olamiz. Oyog'ini ikkita chetga ochganimizda mana уже bo'ldi, to'xtadi bolamizning oyog'i. Normal oyoqlar уже 80-90 gradusgacha уже belidan katta ochiladi. Katta ochsam уже bo'ldi. Bolada og'riq paydo bo'ladi, уже mana bolada ham reaksiya bilinyapti. Keyin ikkinchisi mana tizzamizni bukkan holda sonidan mana ikkita chetga ochamiz mana. Уже bunda ham qotdi. Keyin aylantirayotganda mana xuddi sirpanib aylanayotgandek bo'ladi. Shu boya aytganimdek, son chanoq bo'g'imi chuqur bo'lmasa ham mana shundan bo'ladi mana, aylanishi yengil bo'ladi. Galovkasi bor yo'qligini u rentgenda bilsa bo'ladi. Galovkasi bor yoki yo'q yoki kichkina kattaligini rentgen orqali bilinadi. Agar sizlarga yaxshi masaj kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar bo'ladi.